har bir katakchang bilan eslab qolging kelgan moment. Aslida qachondir qayerdadir mazza qilayotgan bo'lsangiz agar joydan, holatingizdan o'sha holatni eslab qolish uchun shunchaki o'tiring, ko'zingizni yuming va 3 marta chuqur nafas oling. Va har gal nafas olganda harakat qiling. Mana shu holatni, mana shu joyni hammasini ichingizga, har bir katakchangizgacha, har bir kletkangiz, trillionlab kletkalaringiz eslab qolsin, saqlab qolsin shu holatingizni. Va aynan mana shunaqa chuqur nafas olganda Allohim rahmat. Shukr qilaman, senga minnatdorman, yetkazganing uchun rahmat. Mana shunday joylarda, mana shunaqa go'zalliklarda seni yeringda borligim uchun rahmat. Mana shu yeringda rizqimni qo'shganing uchun rahmat. Mana shu yeringda men ham borligim uchun rahmat. Bugunim uchun shukr. Bugunim uchun sendan minnatdorman. Seni sevaman yaratganim Robbim, Allohim deb nafas olasiz va har gal nafas chiqarganda hayot bunchalik go'zal. Sevaman seni Robbim, sevaman seni dunyoyim, sevaman men o'zimni men.